Biz İzmir'den Kars'a ketyapmiz. İzmir'den yo'lga chiqib, Ağaçı yo'liga duş keldik ve oldimizdagi ikki yo'ldan birini tanladik. Tanlashimiz to'g'ri bo'pti. Ondan Ağaçı yo'liga duş keldik. Bu yerda oldimizga 3 yo'l chiqdi. Tavakkul debli 3-chi yo'lga mangdik. Bu tanlashimizmi to'g'ri chiqdi. Ondan Ağaçı yo'lga duş keldik. Bu yerda endi oldimizga 4 yo'l chiqdi. Oxirida Kars'a eng yaqinlashgan bir nuqtada oldimizga 1000 yo'l chiqsa ve biz yana tavakkul debla 375-chi yo'lni tanlab Kars'a yetib borsak, tasaddibiy bag'onligimiz qabul qilingan taqdirdami sayohatimizni davomlashtirish jarayonida oldimizga chiqqan minglagan yo'llardan har vaqt to'g'ri yo'lni topa olishimiz her halda bir yo'lboshchining baliqiga ve bizga yo'l ko'rsatishiga tayinishga majbur bo'lamiz. Bir atomning harakatimi yuqorqi misolimizdan bizning harakatimizdan farqlanmaydi. Chunki uning oldida mengishga bo'ladigan millionlagan yo'llar bor. Ammo u doim eng to'g'ri yo'lni tanlaydi. Bir maxluqning vujudga kelishi atomning milliardlagan ehtimolliklar ichidan eng to'g'ri yo'lni tanlaganligining natijasidir. Atomning o'zi tanlashga duch kelgan milliardlagan yo'l ichidan eng to'g'risiga yo'l elishi faqat bir qaror qiluvchining qarori bilan mumkin bo'ladi. Boshqa har qanday shaklda bundoq bo'lishi mumkin emas. Undaqda ey Allohni inkor qiluvchi, angla. Bir insonning oldiga chiqqan yo'llardan birini tanlab tasaddibiy Kars'a boralishini qabul qilmaysanu, qandoqsiga ongsiz va aqlsiz atomlarning milliardlagan yo'llar ichidan eng to'g'risini tanlay oladiganligini qabul qilib, maxluqotlarning yaratilishini atomlarning tasaddibiy tanlashiga bog'laysan. Buni qabul qilgan kishini aqli bor degili bo'larmi?